Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, obunachilarimiz, hamyurtlarimiz, bizni tanigan, bizni tanimagan yaxshi insonlar. Navbatdagi arilarimizni qarashlik jarayoni va arilarimizni romkalardan qisqartirishlik jarayoni. Biz arilarimizga ancha befarq bo'lib qolganligimiz sababidan romkalari shu yozni o'rtalaridan beri 10 ta, 15 ta, 16 ta bo'lib qolib ketgan holida turibdi. Har doimgidek so'z boshida aytib ketamiz. Videolarimiz sizga qiziq bo'lmasa, videolarimiz ko'rishingizga arzimasa, ko'rmasdan o'tib ketishingiz mumkin. Bu videolarimiz mana shu asalarichilikka endi qiziqayotgan va asalarichilikka muhabbat qo'yib, shug'ullanaymikan, shug'ullanmaymikan deb ikkilanib turgan aka-ukalarimizga mo'ljallangan bu videomiz. Xo'p, biz har doimgidek bilganimizni o'rgatib boramiz, bilmaganimizni bilganlardan o'rganib, o'zimizni ustimizda tajriba qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, bizni kuzatib turgan ustozlarimiz bor. Qozon shahridan kuzatayotgan ustozlarimiz bor ekan. Bizni kuzatayotgan ustozlarimiz uncha aytganimdek tajribam kamroq, uncha xatolar ketib qolsa, mana shu yerda xato qilyapsan deb ozgina bizga tushuncha berib o'tib ketsangiz, bo'lmasam kommentariyalarda yozib ketsangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p, agar bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, ustozlarimiz bizga motivatsiya o'roq ancha kommentariyalarda yozib ketyapsizlar. Sizlarga katta rahmat deymiz. Xo'p, bilmaganlarimizni sizlardan o'rganib, bilganlarimizni ana shu yangi asalarichilikni boshlayotgan hamkasb aka-ukalarimizga o'rgatib boramiz, xudo xolasa. Xo'p, Qozon shahridan bizni kuzatayotgan Server aka, sizga assalomu alaykum. Yana bir bor deymiz. Sizlar bilan aloqaga chiqib gaplasha olmayapman, vaqtim kamligiga. Shunga mana shu videomda sizga alangan salom aytaman. Bu ustozimiz bizga asalarichilik bo'yicha ozgina bo'lsa ham ma'lumot ulashyapti. Kelajakda mana shu oz ma'lumotimiz, umid qilamizki, katta bir yaxshi bir ma'lumotga ega bo'lamiz degan niyatimiz bor, xudo xolasa. Xo'p, har doimgidek ishimizni dimar yoqishdan boshlaymiz. Chunki dimarsiz ishimiz yaxshi bo'lmayapti. Hop, dimarni yoqishni boshladik. Hozirgi bizni ish jarayonimiz mana shu arilarimizdagi romkalarni qisqartirishlik bo'ladi. Arilarimizni ishlamasdan dangasalik qilayotgan sababi ham mana shunday ekanda. Romkalarimiz ko'p, arilarimizni soni kam. Chunki arilarimiz ishlab asal olib kelib, ular shunaqa darajaga kelar ekan bular. Mana shu kuzni boshlariga, yozni oxirlariga kelib, bu arilarimiz ham qisqarib borar ekanda soni. Shuni hisobiga romkalar ko'payib ketsa, tarqoq bo'ladi arilar. Ishlashlik jarayoni juda ham sust bo'ladi. Shuni hisobiga hozir romkalarni qisqartirgan bo'lamiz. Uncha ma'lumotlar esimizga kelib qolsa, aytib o'tgan bo'lamiz. Hozir shabada bo'lyapti. Shabada bo'lgan hisobiga dimarimiz ham yonish qiyin bo'lyapti. Voy. Shabada bo'lyapti.
Bizga kommentariyalarda yozib yuborishibdi. Iloji boricha tezak qo'ymang, kardonni uzun yoqing deb. Shu maqsadga muvofiq mana tezak qo'yganimiz yo'q. Kardonni o'zini ko'proq qo'shib bemar ichiga sovuryapmiz endi tavakkal. Qani buni o'zini ham bir sinab ko'raylikchi, qancha muddat bizga tushab beradi bu. Hop, ish qurollarimizni olamiz. Ish qurollarimiz mana shekilli. Mabodo arlarimiz ko'payib ketsa, bu sho'tkamiz bilan sho'tkalayveramiz. Xo'p, har doimdek qovoq arlarimiz bisyor. Uncha-muncha qovog'ari ko'rib qolsak, bir chekkadan qovog'arini bir zarba bilan o'ldirishga harakat qilamiz. To'g'ri, hamma qovog'arni o'ldira olmaymiz-ku. Ko'rganimizni imkon qadar o'ldiraveramiz. Qani boshladik bo'lmasa. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu uyamizda 6 ta bo'lsa 12 ta ramka bor ekan. Hozir biz ya 7 ta qilib qo'yamiz, ya 6 ta ramka qilib qo'yamiz. Arlarning holatiga qarab. Arlarning holatiga qarab yo 7 ta qoldiramiz, yo bo'lmasa 6 ta ramka qoldiramiz. Haqiqatan arlarimiz hamma yoqqa tarqoq. Sizlarga shu holatida ko'rsatib o'taman. Mana. Arlar ko'rinyaptimi? Mana arlarimiz haqiqatan ozayib qolgan. Hamma romkalarimizda oz-ozdan mana. Hozir bir chekkadan bu romkalarimizni tekshirib o'tamiz va yaroqsiz romkalarni chiqarib tashlaymiz. Hop, qani boshladik bo'lmasa. Har bittasini hozir tekshirib chiqamiz. Asali borlarini olib qo'yamiz. Asali bilan birga. Mana birinchi romkamiz haqiqatan umuman kerak yo'q ekan yo'q. Mana haqiqatan asal bor, ozgina asali bor. Na urug' bor, na asal bor. Bu romka kerak emas bu yoqqa. Xo'p, buni bir chekaraga qo'yib turamiz. Mana bu yerda ham ozgina asali bor. Bu romkani olib tashlaveramiz, keragi yo'q. Baribir har bir asalarichi ustoz ko'rib, ustoz bilan ish qilgani yaxshi-da. Ustoz ko'rmasa qiyin.
xuddi menga o'xshab. Endi men ustozsiz bu ishlarni boshladim. Shu asalaricha akalarimizdan, asalari bo'lib ketgan tajribali akaxonlarimizdan so'rab surishtirib o'rgandim-ku, faqat ustoz bilan birga bu ishlarni qilib ko'rmaganman-da. Shuning uchun meni ustoz ko'rgan deb bo'lmaydi, to'g'risi. Unda maslahat olib, bunisidan maslahat olib ish qilayotgan odamman. O'zi aslini olganda ustoz ko'rilsa, ustoz bilan 1-2 oy yurib ishlansa, ozgina tajriba bo'ladi, ozgina ma'lumot bo'ladi. Shunga biz ustoz ko'rishlikka vaqtimiz bo'lmadi. Dabdurustdan arilar uyasini olib kelib, arilar oilasini olib kelib, dabdurustdan boshlab oldik tavakkal bilan. So'rab surishtirib, baribir ustoz ko'rgan odam ustoz ko'rmagan odamga qaraganda sal boshqacharoq bo'ladi. Shuni ham e'tiborga olib qo'yishimiz kerak. Bir yaxshi asalaricha insonlarni ko'ryapsizlar, tarqoq. Oz-ozdan, bunaqa ko'p ham emas. Birinchi romkalarni qarab chiqamiz. Romkalarda urug' bo'lmasa olib tashlayveramiz. Xo'p, ustozlar haqida gapirayotgandik. Ustoz ko'rish kerak baribir. Ustoz ko'rmasalaringiz menga o'xshab ozgina qiyinchilikka duchor bo'lishingiz mumkin. Chunki men asal olgan paytim ikkilanib qoldim-da. Romkalar asalni oldim, 15 romkadan har bir oilada deyarli. Buni hammasini qo'yish kerakmi yo qo'yish kerak emasmi romkalarni? Shu savol tug'ilib qoldi. Ikkilanib qoldim. Agar ustoz ko'rganimda ustozimiz aytardi: "Birinchi partiya asalni oldingmi? Demak, bundan qandaydir qismini qo'ymay turishing kerak, to romka so'ramaguncha." Men hamma romkalar yana olib kelib o'z iniga qo'ydim. Shu bilan arilar baribir ishlagan sari bular ham nobud bo'ladi, halok bo'ladi, kamayib ketadi o'zidan o'zi. Avvalgidek bo'lmaydi. Mana bu yerda ona arimiz juda ham chiroyli ishlagan. Ichida lichinka uncha asallarni yig'ib qo'yibdi. Bu eshaklar shunday jonga tegdi. Eshaklar bo'sh yuribdi-da, erkak eshaklar nima qilishini bilmay. Hop, mana bu arilarimizdan yaxshigina asal yig'ib qo'yibdi. Bu romkalar qoladi. Hop. Bu yerda ham asal bor, lekin arisi juda ham kamroq. Mana hozirgi shu paytga ham menga maslahatchi bir ustozlar kerak bo'lyapti-da. Asali bor, ichida tuxumi yo'q. Bu romka qolsinmi yo qolmasinmi? Chunki arilar zich bo'lib tursa, agar zich bo'lib romkani to'la bo'lib tursa, bular harakatni boshlaydi-da. Hozir bular tarqoq bo'lganligi uchun ortiqcha kuch sarf qilyapti va ortiqcha harakat qilyapti bular. Shuni hisobiga menimcha asal kelmayapti tabiatdan. Shunaqa deb o'ylayman endi men. Hozir bu yerdan 2 ta romkani chiqarib tashladik. Qolgan romkalarda asal bor va urug' bor. Shunga hozir boshim qotib turibdi. Kamaytiray desam, asali bor, urug'i bor. Hop. Bu yerda ham asali bor. Bu urug'i bor. Hop, mayli, qani bir chekkadan boshlayveramiz, qani.
romkani ham chiqarib tashlaveramiz. Hozir endi men shunaqa yo'l tutdimki, asali bor romkalarni olib qo'yyapman. Agar bolalari bo'lsa qoldiryapman. Uncha asalni chiqarib yuboramiz. Shu bilan bularni romkalarni qisqartirgan bo'lamiz. Endi bu tajriba qilyapman xolos. Hali shunaqa yo'l tutiladimi yo'qmi bilmayman. Mana asali bor. Asalni olib yuboramiz endi ozroq bo'lsa ham. Bunda ham asali bor. Olib yuboramiz. Xo'p, bu yerda endi urug', lichinkalari bor, asali bor. Bunga tegmay turamiz. Chunki asal olish jarayonida bu lichinkalarga zarar tegib qolishi mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa ahvol. Urug'i bor, asali bor. Olib qo'ymayman, bundaqa solib qo'yamiz, olib tashlamaymiz. Xo'p. Bunda ham lichinkalar bor ekan. Deyarli asali yo'q. Bu yerda urug'lari bor ekan. Asali yo'q. Xo'p, so'z boshida aytganimdek, bizning videolarimiz qiziqarli, hali hangomali videolar emas. Shunga meni videolarimni ko'rishga majbur emassiz. Bizga negativ yozmasdan shu YouTube'dagi kanalimizni yuritishligimizga va kelajakda mana shu YouTube kanalimiz, Wax Art kanalimiz kelajakda yaxshi bir natijalarga erishib qolsa, siz azizlarni nomlaringizdan Xudo xolasa harakat qilamiz yaxshi insonlarga hadya berishlikka. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Tan olamiz, videolarimiz sizlar kutganday qiziqarli videolar emas. Menda hozir ko'p odamlar hangoma o'yin kulgu narsalarga berilib ketgan. Endi bizda unaqa narsa bo'lmasa ham, ozgina bo'lsa ham ma'lumotlar aytilib o'tilyapti. Xo'p, 1, 2, 3, 6 ta, 7 ta romka qoldirdik bu yerda. Qolgan romkalarni olib tashladik. Endi bularni holatini ko'ramiz. Hozir 13 ta romkadan 7 ta qoldirdik. 5 tasini olib tashladik. Mana endi bularni jipslashishini va zich ekanligini ko'rib o'tgan bo'lamiz. Ertadan keyin mumkin bir holidan xabar olamiz bularni. Mana qanaqa o'zgarish bo'lyapti. Hozir bularni 13 ta romkadan 7 ta romkaga qisqartirdik. Men o'ylayman, yaxshi natija bu. Va ustozlarimiz aytayaptiki, bularga kuz kelyapti. Kana bo'lsa bo'lmasa bularga shu dorilashlik jarayonini yerinmasdan qo'yib boraverish kerak ekanda. Shovul kislotasini qo'llash usuli va boshqa bir dori-darmonlarni qo'llash usullarini ham Xudo xolasa keyingi videolarimizda qo'yib o'tgan bo'lamiz. Aytdim-ku,
har bir asalaricha hamkasblarimizni o'zining usuli borda. Kecha kun bir asalaricha akamiz 25 gram deganida shovul kislotasiga 25 gram shovul kislotasini qo'shasiz, 200 gram shakar, 1 litr suvga aralashtirasiz degandi. Yana bir ustozimiz maslahat berdi. Endi unda 700 gram suv, 200 gram shakar va 35 gram shovul kislotasi. Haligi birinchi aytgan ustoz akamizdan 10 gram oshiqchalik qilyapti-da. Va 75 gram aroq aralashtirish kerak ekan. Bularni ana shu kanasiga qarshi qo'llanmasligiga. Shuning uchun har bir asalarichilik bilan shug'ullanayotgan ustozlarimiz har xil usullar bilan foydalanadi-da. Kimdir bunday qilib ko'radi, kimdir bunday qilib ko'radi. Natijasini topgandan keyin doim ana shu usuldan foydalanishga harakat qiladi. Biz hech bir asalarichi ustozlarimizni ustidan negativ qilmaymiz. Hammasiga hurmatimiz baland, hurmatimiz cheksiz. Biz hammasini bir xil hurmat qilamiz. Bilmagan narsalarimizni shu internetga kirib, shu ustozlarimizdan eshitib, o'rganib, mana shu ishlarimizni qo'llayapmiz. Shuning uchun bizni qalbimizda asalarichi ustozlarimiz, hamkasblarimizga nisbatan qalbimizda g'allag'ashlik yo'q. Foyda olsak olamizki, zararimiz yo'q, xudo xolasa. Shunga bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shu kanalimiz, YouTube'dagi Wax Art kanalimiz kelajakda tomir otib, rivojlanib ketsa, xudo xolasa siz obunachilarning nomlaringizdan harakat qilamiz, yaxshi ishlar qilishlikka harakat qilamiz. Yaxshi mana shu asalarichilik sohasi bo'yicha yaxshi ma'lumotlar berishlikka. Hammaga katta rahmat deyman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana sizlarning yordamlaringiz bilan 896 tamkin obunachi bo'libmiz. Yana 4 ta odam obuna bo'lsa 900 ta bo'lar ekanmiz. Yana 104 ta odam obuna bo'lsa 1000 ta bo'lar ekanmiz, xudo xolasa. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Bizni kuzatib, sabr bilan bizni kuzatib turganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat aytamiz. Hammaga katta rahmat.